5 dona tuxumni hamma qonqori turetskiy biskvit qilishni o'rganamiz. Cho'gmaydigan, yumshoq bo'lib chiqadigan suv biskvit qilamiz. Birinchi o'rinda sir-asrorlar bilan bo'lishaman qizlar. Idishinglar quruq bo'lishi kerak. Tuxuminglar o'rtacha kattalikda bo'lishi kerak. Suv, avalex, tuxum muzdek holatda bo'lishi kerak qizlar. Hamma grammajlarini tekis opisiyaga yozib qo'yaman. Avalex pishuv qizlar, konditer magazinlardan topasizlar. U yeyishga yaroqli. O'sha qanaqaga pechga kirgandan keyin, duxovka kirgandan keyin ma'lum issiqlikda u uchib ketadi. Uni zarari yo'q. Uni kremga ishlatib bo'lmaydi, faqat pishirish uchun ishlatilinadi. Agar sizda ruchnoy mikser bo'lsa, uni solmasdan turib qolgan hamma masalliqlarni 6 minut 7 minut oralig'ida yaxshilab ko'pirtirib olib, keyin uni solib bittada ko'pirtirsangiz, o'shanda mikseringizga nagruska tushmaydi, kuyib ham qolmaydi. Meni ruchnoy mikserim shuni orqasidan kuyib qolgan, keyin katta mikser olganman qizlar. Shunaqa qilib yaxshilab ko'pirtirib olinadi. Men ikkita qolipdan foydalanaman, chunki qolipim past, toshib ketib qoladi biskvitim. Ikkita qolipga solib olaman. Bittasiga qora qildim. 4 osh qoshiq rastительный masla bilan 1 osh qoshiq kakao solib aralashtirib, uni ham qolipga soldim. Agar sizda qolipingiz baland bo'lsa, bittada pishirib olsangiz ham bo'ladi. Gradusi 160-170 bo'lgan qizib turgan duxovkaga tepapasini yoqib, qoliplarni qo'yib pishirib olasizlar qizlar. Pishgandan keyin to'liq suv bo'lgandan keyin pichoqni tiqib, jetidan aylantirib, sekin ko'chirib olasizlar. Men ikkiga bo'lib pishirdim, galma-gallam chiqdim. Bittasini pishirguncha keyin xolodilnikka tutadi. Hech narsa qilmaydi, cho'kib qolmaydi. Bemalol pishirsanglar bo'ladi. Agar shu retseptni bitta tuxumdan 10 ta tuxumgacha ham yozilgan tablitsasi kerak bo'lsa, menga tablitsa deb yozib olsangiz, direktimga obuna bo'lib, men sizga tablitsani tashlab beraman. Ishonchli qizlar bemalol foydalansanglar bo'ladi. Biskvit qilishni bilmaydigan odam ham bittada qilib keta oladi. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang.